bitta narsani tushunib qoldim deb podkast eshitib sekin ketayotgandim. Mani qizim men aytardim judayam injiq qiz, realni injiq. Chunki ertalabdan turishidan men bilasizmi, nima kiyim kiyasan deb turaman. Nimaga? Chunki u hamma kiyimni ham kiyavermaydi. Achib keta qolganman, chunki bilasiz, ko'zim jarohatlangandan keyin yorug'i judayam menga ta'sir qilgan bo'lgan. Даже bilasizmi, ob-havoga qarab ham kiymaydi. U o'zini xohishiga qarab kiyinadi. U kiyim rangi bo'yicha mos tushadimi? Kurtka bilan tufelka kiyib ketadimi? Yoki ko'yni bilan tagidan shim kiyib oladimi? Farqi yo'q. Xohlagan narsani kiyadi. Men aytardim, "Blin, вообще Maryam realni injiq qiz. Akasi qarang, sog'lom, kaprizi bor odam, bu juda ham hurmatga sazovor odam ekan. Nega? Chunki u bilmadim, nima kiyishimni tushunmadim, nima ovqat yegim kelyapti bilmayman degandan ko'ra, men uni emas, buni kiyaman. Menga mama emas, mama yoqadi deb o'zini nima yoqishini o'ziga bilgan odam, tushungan odam bu juda ham hurmatga sazovor odam ekan. Nimaga? Chunki u qaror qabul qila olarkan. Unga nima yoqishini определить qila olarkan. U nimani xohlayotganini o'zi anglab yetib tushuna olarkan. Men hozir to'g'ri yo'ldaligimga yana bir marta ishonchim komil bo'ldi. Chunki mayli kiyoq deyman, уже keyin qishda даже shunaqa bo'lgan, lamkali ko'ylak kiyib chiqqan, hop kiy deganman, kiyib bundoq yurgan uyda ozginada, yo sovuqroq ekan, buni yozda kiya qolaman deb keyin meni gaplarini ta'sir qilmagan, gapirgan gaplarim. Voy bu sovuq, yuqa deganimda ta'sir qilmagan. O'zi kiyib ko'rib, suvligini bilgandan keyin shu qarorga kelgan. Так что bolalarimiz injiq emas, ular sog'lom.